birinchi ma'lumotlarni shu jaydari quyondan boshlaymiz. Men o'zim ham birinchi shu quyonni boqishni boshlaganman, keyin zotli quyonga o'tishni boshladim. Xo'p, bu yangi boshlayotganlarga ham yaxshi. Jaydari quyonni boqib, sekin-sekin opit oshirib, keyin zotli quyonga o'tsa bo'ladi. Xo'p, bu O'zbekistonda ko'p tarqalgan bu jaydari quyon. Bozorlarda ham ko'p sotiladi. Hop, buni yashashi 7-8 yil yashaydi. Bir yilda 4 tadan 5-6 marta bola beradi. Bola berish soni 8 ta 10 ta har xil. Yeyish yemlari bularda jaydarlarda farqi yo'q. Особенный yem berish shart emas bunga. Misol uchun yeb keturadi bug'doy, arpami, nima bo'lsa ham, bedami. Beda ko'kotlarni ham yeb keturadi bu. Yem tanlamaydi. Zotli quyonlarga o'xshab. Vesiga keladigan bo'lsak, 3 kilodan 4,5 kilogacha vesi bo'ladi. Ma'lumotlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa xursandman. Rahmat hammaga.